Sizlar! Как всегда, у нас распаковка. Nima ahvol? O'zbek tilida boshlab, rus tilini qo'shib. Вообще-то O'zbekistonda или nima? Nima fizически O'zbekistonda emas, no, вообще-то. Men charchagan paytim imенно mana shunaqa ahvolda bo'laman. Shu uchun ichganmi, chekkanmi demanglar. Har bir sizlarga qiziq, birinchi bo'lib bularni qayerdan olganimni aytmoqchiman. Listochkalarni Wildberries'dan zakaz qilganman. Bularni hammasini nanam bilan bugun Moskvaga aylanishga borgandik. Kosmetiki kirmasan bo'laman. O'sha uchun давайте распаковка. Hammaga kerakli narsa, katta, kichik, o'g'il, qiz, bobo, bibi, amak, bacha, amaki, ambamga ham даже kerak narsadan boshlaymiz. Кребок для чистки языка. Bekchasiga bilmadim. Mana shunaqa narsa tilingizda oq nalot bo'ladi. O'sha narsani olib tashlashga yordam beradi. Bu tarafi bilan bunday qilib tilingizdan tozalab olasiz. Bizda pinset, meni qoshlarim ham уже qalam qosh bo'lyapti. Bir odam shavanda qilish kerak. Mana shunaqa chiroyligina pinset. O'zingiz uchun ishlatishga olayotgan bo'lsangiz, kuf, suf desangiz mikroblar chiqib ketadi. Ochki, это день настал. Men mikroiglalik krem oldim. Agar yuzingizda qanaqadir qarish alomatlari ko'rinayotgan bo'lsa, marhamat, bemalol mikroiglalarni ishlatishni boshlanglar. Shu uchun agar sizlarga bu narsa qiziq bo'lsa, bu haqida alohida birinchi ishlatib, keyin sizlarga odzivimni aytib va qanday qo'llanishini hammasini aytib chiqaman. Butun Moskva bo'ylab Litval qolmadi, Rivgosh qolmadi, Zolotoy yabloko qolmadi. Hammasini izlab faqatgina podrushkada topgan paletkamni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Da yana o'sha Make Up Forever. Da men bilmadim, men uspokоиться qilmayman. Catrice. Самый бюджетный, зато почти o'sha narsa. Ikkita kontur, ikkita rumyana, даже buni pomada qilsalaringiz ham bo'ladi. Ikkita highlighter, bittasi теплый, bittasi светлый. Ama уже bu narsalarga ko'milib ketyapman. Podrushkadan menga mana shunaqa flyer berdilar. Buni o'qib qarasam agar, оказывается, 13-dan to 17-gacha men 1,5 ming rublga podrushkadan narsa olsam, men bunaqa секретный бокс подарка qilayotganlar. Это так заманчиво. Talovda mamlaqa podveska в подарок ekan. Oxirgisi bu mashaqa kistechkalar. Esingizda bo'lsa, kim meni storiesimni kuzatadi. Shunaqa kistechkalarni boshqa xil naboridan zakaz qilgandim, lekin ular Xitoydan edi. Pashshacha bilan kelgandi. Rahmat. No, bitta narsa, hozir men yuvib ularni ishlatyapman. Prям, bilasizlarmi? Prям. Ana bitta boshqa xil assortimentda zakaz qildim mana shunaqa. Va bugungi распаковкamiz tugadi. И всем пока.